5 dekabrda Yaponiya parlamentida Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi birlashma yig'in o'tkazilgan. Bu yig'inga Uyg'ur, Tibet va Mo'ng'ul vakillar, shundaqla Yaponiya parlamenti a'zolaridan bo'lib, yüzdek odam qatnashgan. Yig'inda Yaponiya parlamenti Xitoyga qarshi birlashma parlament a'zolari guruhi qurilgan. Shuning bilan birga Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqonay Sapandi bu qitimqi qisqa vaqtlik Yaponiya ziyorati jarayonida muxbirlarning kutilish yig'ini o'tkazdi. Yaponiya hukumatining bir qism rahbarlari bilan uchrashgandan sirt yana parlamentda doklad berib, Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyati bilan Uyg'urlarning Yaponiyadan kutgan talabi o'tirg'i qo'yildi. Xitoy Kommunist Partiyasining Sharqi Turkistonda qilgan vahshiyligiga qarshi Turkiya miqyosida namoyish o'tkazildi. Turkiyada aktiv faoliyat olib berayotgan Anadolu Yoshlar Jamiyati Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qarshi olib borgan insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi Turkiya miqyosida namoyish o'tkazdi. Mazkur jamiyatning Bursa sho'basining a'zolari va turk xalqi bomdod namozidan keyin tarixiy ulug' jamiyaga yig'ilib Sharqi Turkiston uchun duo qildi. Yana bir tarafdan Adana insonparvarlik qutqizish fondi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xitoyning jinoyatlarini tanqid qildi. Xalqaro kechirim tashkilotining 5 dekabr e'lon qilgan bayonotida aytilishicha, ularning Kanada tarmog'i hakkerlarning tor hujumiga uchirgan. Tor bexatarligi sohasidagi xalqaro mutaxassislar guruhi iz qo'llab tekshirish orqali bu qitimliq tor hujumining manbasi Xitoy ekanligini oydinlashtirib chiqqan. Bayonotda aytilishicha, mazkur tor hujumi eng dastlab 2022-yil 5 dekabrda bayqalgan bo'lib, ularning tashkilot to'riga kirishga urinayotgan bir qism gumonli harakatlar diqqatni qo'zg'agan. Saudiya Arabiston rasmiy axborot organi CPA Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning Riyodda qiladigan 2 kunlik ziyoratini bugun boshlanganligini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu Xi Jinpingning 6 yildan buyon tunji qitim Saudiya Arabistonga rasmiy ziyoratda bo'lish ekan. Egilishicha, 2016-yili Riyodni eng oxirgi qitim ziyorat qilgan Xi Jinping Arab-Xitoy boshliqlar yig'ini, Paris qo'ltig'i davlatlari Xitoy boshliqlari yig'ini va Saudiya Arabiston Xitoy boshliqlar yig'ini qatorliq bir qator yig'inlarga qatnashir ekan. Xining Podshoh Salman va vali-ahdi Muhammad ibn Salman bilan suhbatlashadiganligi mo'ljallanmoqda. Shuning bilan birga ikki davlatning o'xshamagan sohadagi nurg'un kelishimlarni imzolaydiganligi ilgari surilmoqda. Tayvan diplomatiya ministri Joseph Xitoydagi Covid cheklamasiga qarshi namoyishni qo'llaydiganligini bildirdi. Hamda agar namoyish yana boshlansa, Beijingning buni Tayvanga qarshi qo'ral qilib ishlatilganligini o'tirg'i qo'ydi. Joseph oldingi hafta Xitoyda portlagan keng ko'lamlik namoyish haqida to'xtalib, dunyodagi barliq demokratik davlatlar Xitoyni asosli kishilik huquqqa hurmat qilishga chaqirish kerak dedi. Yapon urush aeroplanlari 1945-yili 2 dunyo urushi oxirlashgandan buyon tunji qitim qo'shni davlat Filippinga qo'ndi. Osiyo Tinch okeanidagi rayonlik harbiy ta'sirini kuchaytirayotgan Xitoyga qarshi Yaponiya qo'shni davlatlar bilan mudofaa hamkorlik fursatini izlamoqda. Marrakesh Dünya Longsi futbol musobaqasining 16 kuchlik aylanma musobaqasida 3-0 natija bilan Ispaniya komandasini mag'lub qilib, chorak hal qilg'ish musobaqasiga kirdi. Shuning bilan Marrakesh tarixda tunji qitim chorak hal qilg'ish musobaqasiga kirgan bo'ldi. Marrakesh davlat komandasining to'pchilari va trenerlari birlikda sajda qilish orqali g'alabani tabrikladi. Marrakesh 10 dekabr shanba chorak hal qilg'ish musobaqasida Portugal komandasi bilan musobaqalashdi.